Xitoyning Uyg'urlarni yo'qotish siyosatining yana bir qurbonlari Uyg'ur bolalarıdır. Xitoy chet ellardagi Sharq Turkistonliklarning farzandlarini tutqun qilish orqali ularga besim va tahdid solmoqda. İstanbulda yashayotgan onalar Xitoy tarafidan tutqun qilinib, bolalar lagerga qamalgan farzandlarini qutqizish harakatini boshladi. Shu onalardan biri bo'lgan Rayhan Ahmad farzandlaridan uzundan buyon xabar olinmaganligini aytdi. Xitoy konsulxonasining farzandlarining uchiriga erish uchun sunilgan iltimosiga inkos qaytarmaganligini bildirgan Rayhan xonim farzandlari yeniga kammigicha bu kurashni to'xtatmaydiganligini ta'kidladi. Xalqaro taratqularning Xitoy hukumatiga qarashli bir tor bekatdagi uchurlarni naql qilib bergan xabarda Xitoyning assimilyatsiya siyosati doirasida 500 mingdan ortiq Uyg'ur bolaning majburiy oilasidan tortib ilinib, yotoqliq maktab nomidagi bolalar yig'ilish lageriga qamalganligi va ularga xitoylashtirish tarbiyasi berilayotganligi o'tirg'i chiqqan edi. Amerikadagi ishchilar huquqi birlashmasi nomli tashkilotning bosh mudiri Scott Nova va germaniyalik Uyg'ur masalasi mutaxassisi Xalqaro kommunizm qurbonlarini qo'g'dash jamiyatining tadqiqotchisi Adrian Zenz tarafidan xalqaro saviyadagi uyat kuzatuvchiga Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgak silayotgan zavodlarga tekshirish hay'ati avatish haqida taklif berilganligi bildirildi. Ularga yozilgan maktubda bu shirkatlarning atalmış Şinjandagi majburiy emgak paketlarini tepib, Xitoy hukumati va Xitoyning ichki sirtidagi shirkatlarning o'rtaq jinoyat sherikiga aylanib qolmasligini ta'kidlagan. Yaqinda Avstraliya bir tadqiqot o'rni e'lon qilgan dokladda Uyg'urlarning xalqarodagi bir qism donliq markalarni material bilan ta'minlaydigan Xitoy zavodlarida majburiy emgak silinayotganligi o'tirg'i qo'yilgan. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy virusni manbasida to'xtatolmadi. Xitoy dastlabda virusni uchur bilan ta'minlagan bo'lsa, bu vaboni burunla tizginlash mumkin edi dedi. Amerika prezidenti Donald Trump Oqsaroyda o'tkazilgan muxbirlarni kutilish yig'inida hukumat Xitoy virusiga qarshi yangi tadbirlarni e'lon qildi. Trump Xitoy haqida to'xtalganda Xitoy virusning manbasini kontrol qilolmadi. Xitoy eng dastlabda dunyoni uchur bilan ta'minlagan bo'lsa, bu vabo burunla tizginlangan bo'ladi dedi. Trump so'zida yana hammadan burun Xitoydan keladigan kishilarni cheklash chaqirig'i qildim. Lekin axborot vositalari meni erqichi deb e'lon qildi. Holbuki u vaqtda buni qila olaydik dedi. Dunyo bo'yicha Xitoy virusi bilan yuqumlanganlar soni 236 mingdan oshdi. İtaliya dünya bo'yicha o'lganlar soni eng ko'p davlatga aylandi. Xitoyda tunji qitim davlat ichida yuqumlanish ahvoli bayqalganligi e'lon qilingan bo'lsa-mu, lekin Xitoy amaliy ahvolni yoshirish bilan ayblanmoqda. Yevropada virus krizisiga eng og'ir uchirgan Italiyada o'tgan 24 soatda 427 kishi hayotidan ayrildi. O'lganlar soni jami 3405 ga yetdi. Jami yuqumlanguvchi 41035 kishi bo'lib, saqayganlar soni 4440 kishi bo'ldi. İran'da bo'lsa Wuhan virusi sababli o'lganlar soniga yangidan 149 kishi qo'shilib, jami 1284 ga chiqdi. Yuqumlanguvchilar soni 18407 ga yetdi. İspaniyada bir kun ichida 169 kishi o'lib, o'lganlar soni 767 ga yetdi. 3500 yangi yuqumlanguvchi bayqilib, yuqumlanguvchilar soni 17147 ga o'zgardi. Turkiya Səhiyyə ministri Faxriddin Koca 19 mart kechda Twitter hisobida e'lon qilgan bayonotida o'tgan 24 soat ichida tekshirilgan 1981 kishidan 168 nafari yuqumliq chiqdi. Jami yuqumdor 359 ga yetdi. 85 yoshlik bir xonim hayotidan ayrildi. Buningdan burun vafot bo'lgan bir kishining virus bilan yuqumlanganligi aniqlandi. Jami vafot bo'lgan kishi 4 ga yetdi dedi. Kaspiy dengizining Ozarbayjonga tava qismida dengiz qirg'og'idan 120 kilometr keladigan joyda yangi bir neftlik bayqaldi. Ozarbayjon davlat neft shirkati Sukar tarafidan e'lon qilingan bayonotda
Norvegiyaning Equinor şirketi bilan elib borgan o'rtaq tekshirishda Qorabog' nomi berilgan neftlikning zapas miqdorining 60 million tonna ekanligi bildirildi. Bayonotda bu neftlikning Ozarbayjon va Norvegiya shirkatlari tarafidan o'rtaq boshqarilganligi tilga olingan.